belingiz og'rib, bo'ksadan oyoqqa tortib qolgan paytda, ko'p o'tirganingizda yoki yotganingizda, o'rningizdan turib ketish qiyin bo'lgan paytda, belgi rejasi muammosi sizni qiynagan paytda aynan uy sharoitida buni yo'q qilish uchun mashq ko'rsatmoqchiman. Bu mashqimizni siz uy sharoitida bajarish natijasida belgi rejasi og'riqlaridan qutulishingiz, belda qon aylanishini yaxshilashingiz va kun mobaynida grijangiz bo'lmagan taqdirda ham belimiz oladigan yuklamalarni yo'q qilish uchun xizmat qiladigan mashq bo'ladi. Biz mashqni aynan yerda tekis holatda boshlaymiz. Siz ham uyda oddiy yerda gilamga yotib olgan holatda bajarsangiz bo'ladi. Ko'pchilik mashqni kun mobaynida qaysi paytda qilish kerak? Ertalab ham mashq bajarib, ishga chiqib ketsam bo'ladimi yo'qmi deyshadi. Aynan bu savolga ham bu videoda javob olasiz. Belgi rejasiga aynan universal mashq bu mashq hisoblanadi. Bemalol L4 L5 ga ham, L5 L1 sohasiga ham bajarishingiz mumkin. Biz mashqni ko'rsatishni boshlaymiz. Bu mashqimiz boya aytib o'tganimdek kunni qaysi paytida bajariladi? Ko'pchilik insonlar ertalab ham mashq bajarib ishga chiqib ketishadi. Bel umurtqa pog'onasiga har bitta bajariladigan mashq umurtqa pog'oniga yuklama beradi va o'z o'rnida umurtqa pog'onani elastikligini tiklaydi, umurtqani cho'zadi. Siz erta tongda mashq bajarib ishga chiqib ketganingizda umurtqangiz mashq natijasida yumshab qolgan bo'ladi va o'tirganingizda ko'proq ezilib, u joyda og'riqlar ko'payishiga olib keladi. Shuni hisobiga imkon qadar mashqni faqat kechki uyquga yotishdan oldin uy ishlarini hamma ishlaringizni qilib bo'lgandan keyin bajarib uxlashingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Endi do'stlar, mashq bajarishdan oldin tanani qizdirib oluvchi bizga maktab yoki bog'chalarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida, institutda o'rgatgan o'sha butun tanani qizdirib olish, ya'ni bo'yindan boshlab oyoqqacha bo'lgan qizdiruvchi mashqlar hammasini bajarib olishimiz, bellarni yaxshilab aylantirishimiz va keyin bo'lsa bu mashqni bajarishimiz kerak bo'ladi. Mashq dastlabki holati xuddi shunaqa yerda pastga qarab tekis yotib olishdan boshlanadi. Endi bo'lsa mashqni tushuntirib berishga harakat qilaman. Mashq bel umurtqasini yaxshi ishlashini va cho'zilishini, yon taraflarga cho'zilishini ta'minlab beruvchi mashq hisoblanadi. Buning uchun qo'limizni cho'zib olamiz. Oldingi cho'zamizda oyog'imizni bir tarafga bittasini yig'ib olamiz va bu mashqni bir tarafda bajarishdan boshlaymiz va 5 marotaba bir tarafda qilganimizdan keyin ikkinchi tarafga o'tamiz. Grijangiz bo'ladigan bo'lsa, og'riqlar o'ta kuchli botgan bo'lsa, oyog'ingizni sal pastroqgacha ko'tarsangiz yetadi. Agar tepagacha, oxirigacha ko'tara oladigan bo'lsangiz, bemalol ko'tarib olib mashq boshlaymiz. Birinchisi qo'limizni kaftini oyog'imizni to'pig'igacha imkon qadar olib borishdan boshlanadi. Qani ketdik. 1 2 Bu bolaga o'xshab yosh bo'lsanglar, to'piqdan o'tib ketsa ham hech nima qilmaydi. Bu juda ham foydali. Mana tovon qismini ushlayapti va belimizni ko'ryapsizlar, yonga qarab ishlayapti. Xuddi shunda belimizni o'ng tarafi bilan mashq bajarsak, chap taraf cho'zilishi, chap tarafga qarab bajarsak, o'ng taraf cho'zilishiga erishgan bo'lamiz. Va mashqni xuddi shunaqa 5 marotaba o'ng qo'lingizda qilsangiz, keyin bo'lsa 5 marotaba chap qo'lda bajarishimizga to'g'ri keladi. Ketdik. 1 Mana do'stlar ko'rdinglar, o'ng oyoqda ham, chap oyoqda ham 5 marotabadan bajarib berdi shogirdim va xuddi shunaqadan 4 takror boradi. Orada 2 daqiqa dam olyapti hozir shogirdim. Sizlar ham 2 daqiqa dam berasizlar, iliq suv ichgan holatda tanada qon aylanishini yaxshilab, keyin bo'lsa yana mashqni 5 marotabadan davom ettirishingiz mumkin. Hozir qulayroq yotib olgan holatda endi bu tarafdan ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qiladi. O'ng oyoqni ko'taramiz va ketdik. Qo'llarni tovonni ushlagan holatda harakatlantiramiz. 3 4 5 Endi do'stlar, bu mashq bo'ldi. Oyoqni cho'zib turamiz. Bu mashq umurtqa pog'onasida spazm, siqilishlar o'zi bo'lib turgan bo'lsa, grija og'rib turgan bo'lsa, bu mashq qiynashi mumkin. Nimaga? Chunki bu mashqimizda bel yana ancha egilib, tirishiga to'g'ri kelyapti. O'shanda nagurska olganda ko'proq tirishib, og'riqlar kuchayadigan bo'lsa, mashqni 5 marotaba emas, 2-3 marotaba o'zingizga yengillatib olgan holatda bajarishingiz mumkin. Mashqda belgi rejasida o'zi siqib turganligi uchun mashqlarida o'zimizni qiynamagan holatda bajarishimiz kerak bo'ladi. Ha, do'stlar, belgi rejasini shu mashqlar bilan uy sharoitida tuzata olmasanglar, davolay olmasanglar, bizga pastki nomerlarga murojaat qilinglar. Biz sizlarni davolab turib, keyin mashq beramiz. Shunda umurtqa pog'oni zo'r cho'ziladi. Umurtqa zanglayotgan bo'lsa, uni sekin cho'zsangiz, zanglari ketib, cho'zilib, egilib qolmaydi. Mashqda ham xuddi shunaqa yillar mobaynida katta rejalar chiqqanda
umurtqa pog'onasini qancha cho'zganimiz bilan zo'r cho'zilib ketmaydi. Avval biz majburiy umurtqani zo'r cho'zib elastik qilib beramiz sizga. Muolajalardan keyin ayniqsa umurtqa pog'onasi elastik cho'ziluvchan, eziluvchan bo'ladi. Keyin uyga mashq beramiz, uyda yana cho'zib kichraytirasiz. Shunda ikki tomonlama effekt bo'ladi. Mashq o'ziman hadeb harakat qilib o'rgandan ko'ra narxlar qimmat emas, yotoq joylar mavjud. Shu nomerlarga murojaat qilib kelib davolanib ketishingiz mumkin. Mashqni yana bitta ko'rib oling, keyin bo'lsa uy sharoitida o'zingiz bajarib ko'ring. 4 takror bajarasiz. 5 ta u yoqqa, 5 ta bu yoqqa, 2 daqiqadan, yana 5 ta u yoqqa, 5 ta bu yoqqa, 2 daqiqadan. Shunaqadan 4 takror. Har 2 kunda sonini bitta qo'shasiz. Keyin 6 ta 6 ta 4 takror. 2 kundan keyin 7 ta 7 ta 4 takror. 25 tadan 25 tadan 4 takrorga ko'tarib borganingizdan keyin 1 oy to'xtovsiz bajarasiz. Shunda muvaffaqiyatga erishasiz. Agar grijangiz kichkina bo'lsa, katta millimetr bo'lsa, o'sha gap. Pastdagi nomerlarda kutamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Mashqni yana bir bor texnikasini yaxshilab kuzatib olamiz.